Opajon bitta berasizmi? Armonim qolmasdi deb yozibsiz asalim. Уже пока что sizga tagda armon bo'lib qola qolsin, уже bir 5 yildan keyin уже bo'ldi. 50 ga to'lgandan keyin уже чисто kampir bo'lgandan keyin уже все уже. Ujani sikmoqchi bo'lsangiz ham anani yosh ko'rib, ajani turgan qo'tog'ingiz ham pashte turmay qoladi. Asalim ujani bulbuli cheti qorayib ketgan, o'zi shunaqa qorayib ketgan hozir. G'ijimlanib ketgan, uni dazmol qilib yaxshilab ikkita cheni ustini dazmol qilib, ikkita joyini tortib, to mana sukunishi asalim. Hey. Vaqt slishkim o'tib ketadi, o'shaning uchun bitta sizga yaxshi maslahat, mana shu uzoqda turgan bashara maskalar, u qilaman, o'shandan qaysidir joyimda qo'tog'ish turadigan bo'lsa, shunda menga qarab shaqillatib, bitta kapakani urib yorib, mazza qilib uxlab, o'sha spermachalaringizni qotirib qo'yib, tursingizdan bundan qoqib, azil yig'ib qo'ysangiz, asalim nimagadir foydasi tegib qolishi mumkin-da.